Assalomu alaykum do'stlar. Ismim Ibrat. Bizneslarni tizimlashtirish va avtomatlashtirish bilan shug'ullanaman. AppSheet'da epizodlarimizda bugun ma'lumot turlarini ko'rib chiqamiz. Buning uchun AppSheet'ga kirib olamiz va data qismidan masalan ma'lumotlar turlari shu joydan o'zgartiriladi. Qanday ma'lumot turlari bor, bularni ko'rib chiqamiz. Ma'lumot turi nima o'zi? Ma'lumot turi bu dasturda biz foydalanadigan ma'lumotlar, ya'ni kimgadir tekst formatda yozishimiz mumkin, kimgadir faqat telefon raqamlarni yozishimiz mumkin, kimgadir rasm, kimgadir fayl yuborishimiz mumkin yoki kimgadir lokatsiya yuborishimiz mumkin. Ya'ni bu bitta ma'lumot har xil turlardan iborat. Dasturimizda demak birinchi o'rinda mana tekst mashhurlarini ko'rib chiqamiz. Tekst ma'lumot turi, bunda biz xohlagan raqam va harflarni yozishimiz mumkin bo'ladi. Endi bizda number degan raqam turi bor, bu ma'lumot turi bor. Bunda faqat raqamlar kiritiladi. Klaviaturada harflarni bossam ham kiritib bo'lmaydi. Endi bizda keyingi ma'lumot turi demak email ma'lumot turi. Email ma'lumot turi ham xuddi o'sha tekst formatdaqa, lekin bizda programmamiz emailni agar buni email deb belgilasak, avtomatik email dasturiga o'tish imkoniyatini beradi. Mana bu telefonda esa mana raqamni belgilashi mumkin, to'g'ri, lekin bizda phone degan ma'lumot turi ham bor. Phone agar tanlaydigan bo'lsak, ma'lumot saqlaganimdan keyin mana bunaqa telefon ikonkasini qo'yib beradi. Sraz bosishimiz bilan telefonimizdagi telefonga o'tib ketadi avtomatik. SMS ham avtomatik paydo bo'ladi. Agar buni men raqam, mana buni number ko'rinishiga saqlaydigan bo'lsam, bu avtomatik yo'qoladi hozir. Saqlanib qilamiz. Mana yo'qoldi bizga. Endi o'rniga email paydo bo'ldi, chunki biz mana bu yerda email qilgandik. Buni agar tekst qilib saqlaydigan bo'lsam, bu ma'lumot turi ham yo'qoladi. Ya'ni bu ikonka ham yo'qoladi. Mana yo'qoldi. Xo'p, bizda keyingi ma'lumot turimiz sanalar bor, mashhur. Ya'ni har bitta dasturda foydalanadigan sana. Sanalar bu qarz berishga kirib ko'rsataman. Date degan format turi bor. Ma'lumot turi bor. Date bu sanani o'zini saqlaydi. Time bu vaqtni o'zini saqlaydi, ya'ni soat, sekundlarni. Date time degan ma'lumot turi bor. U ham sanani, ham bu emas, bu ham u sanani, ham vaqt saqlaydi mana. Kalendar bossak, ham sana bor, ham vaqt bor. Bizda yana bitta ma'lumot turi bor. Bu biz bergan qiymatlardan foydalanish uchun cheklov bo'ladi. Ya'ni kontaktga kirib, masalan, ismni enam qiladigan bo'lsam va ismga bir nechta odam tanlaydigan qilib qo'ysam, masalan, mana saqlanib qilib bitta saqlanib bosaman. Bizda mana ismni yozish yo terish imkoniyati yo'q, faqat tanlash imkoniyati bor. Shunaqa holatlarda biz enam ma'lumot tipidan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Va yana bittasi enamning o'rniga ranglardan foydalanishimiz. Dasturda bizga ranglardan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Hop, ranglar uchun biz oldindan kiritamiz. Sariq, masalan, yashil, ko'k, mana ko'k rangni kiritishimiz mumkin. Ya'ni foydalanuvchi ma'lumot turida shunaqa ranglardan ham foydalanishi mumkin bo'ladi. Va eng oxirgisi bizda ko'p ishlatiladigan ma'lumot turi bu rasm. Image tanlayman mana. Image tipiga o'tkazadigan bo'lsam, bu telefonimizda bo'lsa galeriyadan saqlash mumkin yoki kamerasidan rasmga olishi mumkin. Kompyuterdan bo'lsa faqat yuklash imkoniyatini beradi. Sahifamizga obuna bo'ling va AppSheet darsliklarini ko'rishda davom eting.